Assalomu alaykum Tilla aka. Va alaykum assalom. Singlim qayerga ketyapsan? O'qishga ketayotgandim. Singlim o'tir, o'zim tashlab qo'yaman. Yomg'irda yurasanmi? Men qaytayotganda Behruz akamga yetib qo'yaman. Boyi qiz yoqibdi-yu bunga. O'zim gaplashib qo'yaman hali akasi bilan. Assalomu alaykum. Aka tuzumsiz Tilla kelmadimi? Yo'q, kelmadi-ya. Aka, tansi etsan xafa bo'lmang. Ertalab Tilla singizni olib ketyapti mashinaga solib. Tushunmadim. Mani singlimmi? Ha, yuz eshigini tagdan olib ketdi Tillami? aka. Ha, ishonmayapsiz menga? Yo'q, adashmayapsan. Aka, просто sizga yetib qo'yaman yaqin bo'lganingiz uchun. Qarab qo'ying singizga. Assalomu alaykum. O'tirgin ekan. Yo'q, menga qanaqa? Tinchlikmi nima bo'ldi? Bilmaysanmi buni? Tuzimim, tuzog'imga tupuryapti. Ko'ppa kunduzi mahallamdan singlim olib chiqib ketayotgan ekan mashinasi yo'q. Yo'q, aka, siz noto'g'ri tushundingiz. Nima? Shu gap rostmikan? Aka, siz noto'g'ri tushunibsiz. Sizni singlingiz meni ham singlim. Prosta yomg'irda qolib ketgani uchun sizni yuzingiz olib borib qo'ydim. Bekor unaqa jahling chiqadi deysiz, ana bor. Yaxshi bola-ku.